viloyati shu mashinaga yuklaymiz. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida Isuzu kelgan, ko'rsatishimiz mumkin. Isuzu'mizda xudo xolasa Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanida ikkita labomizni dastavka qilish jarayoni. Ramani ko'rsatib o'tdim mana. Bu ramamiz shu yerda tayyorlanadi, shu yerda yasaladi mana. Ko'rishingiz mumkin mana. Bularimiz mana Xitoydan olib kelinadi mana. Eshiklari, oldi, orqasi, krishasi. Mashinangiz zo'r ekan, nima ish qilasiz? Bizlarmi Jayxun Motorsda ishlaymiz. Jayxun Motorsda ishlaymiz. Anda bosib turmaysanmi, salom? Assalomu alaykum og'alar. Boshlagan kuningiz xayrli, barakali bo'lsin. Navbatdagi zapaskamiz deymi? Xudo xolasa navbatdagi burun qilgan mototsiklarimizning, mini labolarimizning eng oxirgilarini jo'natishdi. Sizga ko'rsatamiz, ham ta'riflarini, savollarga javob berib o'tamiz. Xudo xolasa bugungi dastavkalarimiz ikkita. Bittasi Qashqadaryo viloyati shu mashinaga yuklaymiz. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida Isuzu kelgan, ko'rsatishimiz mumkin. Isuzu'mizda xudo xolasa Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanida ikkita labomizni dastavka qilish jarayonini hozir sizlarga ko'rsatib beramiz. Og'alar, xudo xolasa mana labolarimiz haqida savollar bor, bir qancha kerakli bo'lgan narsalar bor. Labomiz elektron variantda bo'ladi, gibrid variantda bo'ladi. Elektron hamda gibrid ikki xil komplektatsiyada bizlarda mavjud. Hozir bu labolarimizdan qolmagan bu eng oxirgi videolari xudo xolasa tez kunda, yaqin kunlar ichida sizlarga qaytadan yangilangan labomizni, elektro labolarimizni yana taqdim qilamiz. Lekin bular bu 1 tonnalikdan qolmagan, 1 tonnalik emas, 500 kilogramlik variantlarimiz chegarada turibdi. Og'alar, bu labolarimiz razobranniy vidda keladi. Ruschasini aytganda четырехколесный транспортный средство, ya'ni 4 g'ildirakli avtomobil o'rnida O'zbekistonga kirib turibdi. Hozir kichkina ijodiy ustaxonamizni ko'rsatamiz. Mana hozir burun qilingan labomizning mana ramasi mana qanaqa yasaladi, mana ramani ko'rsatib o'tdim mana. Bu ramamiz shu yerda tayyorlanadi, shu yerda yasaladi mana. Ko'rishingiz mumkin mana. Rama yasalyapti, ko'rilyapti. Orqa yukxona shu yerda yasaladi. Qolgan joylari mana bu yoqqa husningdi. Mana bularimiz mana Xitoydan olib kelinadi mana. Eshiklari, oldi, orqasi, krishasi, qolgan narsalar O'zbekistondan bo'ladi. Shuning uchun bizning qo'ldan kelgancha xato va kamchiliklar bizdan bo'layotgan bo'lsa, kommentariyalarda javob berib o'tsangizlar, biz bemalol xohlagancha savollaringizga bemalol javob beramiz. Kuzatishda davom eting og'alar. Bir like bosib, podpiska bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Xudo xolasa navbatdagi labolarimiz haqida gaplashamiz. Labolarimiz akkumulyatori, eng muhim qismi akkumulyator, ya'ni elektrolaboni akkumulyatori yuragi 72 volt 60 amper hisoblanadi. Bu litiy akkumulyatorımızga korxonamiz tomonidan 1 yil garantiya beradi. 1 yil davomida biron bir ish bo'lib qolsa, qaytadan o'zgartirib berish sharti bilan. Bu elektrogenerator hisoblanadi. Bu gibrid qilib beradi. Mana 3 litrlik bakda xohlagancha solasiz 3 litrni, xohlagancha tok ishlab chiqarib beradi, ham zaryad beradi, ham yurdirib beradi. Ikki xil funksiyani bajaradi. Motor miyalari 1800 talik o'sha elektronli muraviylar bilan bir xil bo'lib hisoblanadi. Endi salon qismina kelsak, salon qismimizda laboda yo'q lyuklar bor, shamol beruvchi ventilyatorlar o'rnatilgan, zadniy kameralarni ko'rsatuvchi orqa monitorlar bor, elektrotablo, avtomat korobka, pechka, tumanli faralar, ana kechasi yorituvchi mana chiroqlar, пониженный передачlar. Bu пониженный передача degani toshbaqa tezlik deydi xitoyliklar. Toshbaqa tezlik, ya'ni 50 kilometrda yuradigan bo'lsa, 1 tonna yukni bosgan payti 25 kilometr bilan harakatlanadi labomiz. Labomiz bir harakat, bitta to'liq zaryadi bilan 70 kilometr yurish xususiyatiga ega. Agar 3 litr benzinni solib qo'ysangiz, ham zaryad bir marta zaryad beradi, ham 70 kilometr yurdirib beradi. Shunda
где-то bir 200 kilometrgacha taxminan yurish e, salohiyati mavjud, zapasi. Shuni e'tiborga olgan holda hozir xudo xolasa labolarimizni yuklab jo'natamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Like, podpiska bosishni unutmang. Labolarimizning narxi haqida keladigan bo'lsak, gibrid varianti 29 million so'm, oddiy varianti 27 million so'm bo'lib hisoblanadi. Endi bu labolar tugagan, eng oxirgi variantiga ham zaklad pullari o'tkazilgan, uni ham egalari mavjud. Sog'omon bo'ling og'alar. Alloh taolam ishlaringizga baraka bersin. Xato va kamchiliklar o'tgan bo'lsa uzr so'raymiz. Endi dastavkalarimizni yuklab o'z manzillariga jo'natamiz. Hayda. Taxtani iki yog'inam, mana shuni itbas. Hayda. Turaversin. Bo'ldi. Mana al. Mashinangiz zo'r ekan, nima ish qilasiz? Bilarman, Jayxun Motorsda ishlaymiz. Jayxun Motorsda ishlaymiz. Ag'alar, navbatdagi ikkinchi dastavkamiz mana yuklanadir. Xudo xolasa o'zining manzilini, o'z egasini O'zbekiston bo'yicha bepul dastavkamiz amalga oshiriladi. Kuzatib boring, like, podpiska bosishni unutmang. Xato kamchiliklar o'tgan bo'lsa uzr so'raymiz. Qo'ng'iroq qiling, albatta siz uchun ham bitta labo topamiz. Anda bosib turmaysanmi, salom?